Sayyohlik zo'r yechim qilib qo'yishdi do'stlar, qaranglar. Bu yerda hozir sim kartalar bor va bu sim kartalar davlatlarga qarab, Tailand, mana Amerika, Yaponiya, Makao yoki Gonkong, Vyetnam, Indoneziya, xullas davlat tanlaysiz, tarifini tanlaysiz. Mana misol uchun Yaponiyaga 7 kun bezlimitli tarif 70 yuan bo'lar ekan. Bu taxminan 150 ming so'm atrofiga to'g'ri keladi. Olasiz, ketaverasiz. Ya'ni hech kimga borib turib aytib, pasportingizni berib turishingiz shart emas. Bular albatta bir martalik foydalanadigan sim kartalar. Borib o'sha davlatdan foydalanib yana bemalol uni tashlab yuborishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r qilib qo'yishdi. Ayniqsa misol uchun birorta joyga borsangiz pasportingizni berib ancha muddat kutishingiz kerak bo'lib qoladi. Buni esa shunda pulini to'lovini qilasiz, ketaverasiz. Nima deb o'ylaysizlar, bu O'zbekistonda ishlaydimi yoki yo'q? Ayniqsa misol uchun aeroportga keladigan joyga qo'yib qo'ysanglar, juda ko'p turist foydalanadi degan umiddaman. Buni ayniqsa maymun biznes bo'lmagan bizneslarni kutib o'tirishadi, uni poylab. Qanaqa biznes qilsam ekan deb. Shuni jo'natib qo'yinglar. Zo'r ishlaydi, xudo xolasa. Omad.